to'rt chamadon kiyim olgan odam xonasiga kirsam, Amerikada gazlisada siqilib o'tiribdi, mana shunday qilib. Ha, aka, desam, oq short tegib qolib ketibdi deydi. Yana shuncha kiyim olgan odam anaqa qilamiz deydi, shopping qilamiz deydi. Amerikada bitta magazinga kirdik, gap ochilib qoldi, Kakras Ulug'bek aka, esingda bo'lsa. Mana shu kastam o'sha yerdan esimda. Endi ozgina siqilib qolgan. Rasmiy to'g'ri kelmaganda bunga yana bechara qo'li yupqa odam. Kam ta'minlaganlar daftarida turadi. Ha, bitta tuflini oldi. Qanchaga oldingizdan? Yo'q. Ha, shuncha pulga tufli oldingizmi desam, chiroyli kiyinib yurish sunnat deydi. Men aytdim, u pulga sunnat to'y qilsa bo'ladi, aka. Menga nima deydi yana? Qorasini siz oling deydi. Men bolalarimga nima deyman? Nima olib keldingiz, tufli olib keldim. Sog' bo'lsin, Ulug'bek rahmatulloh. Endi haqiqatda nima deydi? Kiyinishni ham qoyil qiladi. Salomat bo'lsin. Uyga borsangiz, uchastkasiga borsangiz, bitta sifalli, qolgan hammasi garderob. Avazoxon Gulnur Asqar Sesharov bor. Biz yerda yana gaplashamiz. Rahmat.